Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat tezkor xabar. Rossiyaning yana bir hududida patent narxi oshadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Nijniy Novgoroddagi migrantlarning patent narxi oshadi. Nijniy Novgorod viloyat hukumati 2026-yilda patent asosida ishlaydigan xorijiy ishchilar uchun to'lovni belgilovchi qonunni 2 o'qishda qabul qildi. Bu miqdor oyiga 11.674,8 rublni tashkil etadi. Yangi to'lov miqdori ikkita koeffitsient yordamida hisoblanadi. Qonun loyihasiga ko'ra, xulosada tushuntirilganidek, 2026-yilda mintaqada prognoz qilingan o'rtacha oylik ish haqi 89.710 rubl bo'ladi. Ushbu miqdor bo'yicha shaxsiy daromad solig'i 13%, 11.662 rublni tashkil qiladi. Migrantlar uchun belgilangan 11.674 rubl to'lovi deyarli bu miqdorga teng. Federal Press avvalroq mintaqada patent narxi 2025-yilda oyiga 9.276 rublga tushishi haqida xabar bergan edi. Yanvardan sentyabrgacha patentdan Nijniy Novgorod viloyati byudjetiga 2.2 milliard rubl tushdi. Sankt-Peterburgda taksida ishlayotganlar 7 noyabrgacha ishlashlari mumkin. Chunki ish beruvchilarga mehnat xodimlari bilan mehnat shartnomasi bekor qilishga 3 oy berilgan. Albatta, ayrimlari oldin, ayrimlari sal keyinroq ishdan bo'shatishi mumkin. Endi hammasi ish beruvchiga bog'liq. Shaharda taksida ishlamoqchi bo'lganlar endi ishga olinmasa kerak. Boz ustiga migrantlarning patentiga haydovchi deb yozib berishmaydi. Shahar rasmiylari migrantlarga taksida ishlashni taqiqlash qarori taksi xizmatlari sifatida va xavfsizlikni oshirish uchun qabul qilinganini aytishdi. Qolaversa, tegishli qo'mitaga noyabrga qadar taqiqni 2026-yilgacha uzaytirish bo'yicha takliflar tayyorlash topshirilgan. Rossiyada ayrim migrantlarning bolalari til imtihonidan ozod qilinishi mumkin. Rossiya Davlat dumasiga yangi qonun loyihasi kiritildi. Unda rus tili ona tili bo'lgan xorijiy fuqarolarning farzandlarini maktabga kirishdan oldin o'tkaziladigan rus tili testidan ozod etish taklifi ilgari surilgan. Bu haqda hujjat Davlat dumasining elektron bazasida e'lon qilingan. Qonun loyihasi mualliflari Kommunistik partiyasi deputatlari Mikhail Matveyev, Alik Mikhaylov va Sergey Abuxov sanaladi. Loyihaga ko'ra, rus tili testidan ozod etish tartibini Rossiya ta'lim vazirligi belgilaydi. Ma'lumot uchun 2025-yil 1-apreldan boshlab xorijiy fuqarolarning bolalari maktabga kirishdan oldin rus tili bo'yicha imtihon topshirishlari majburiy etib belgilangan edi. So'nggi 5 oy ichida 23.6 mingga yaqin ariza topshirilgan. 8 ming bola imtihonga kiritilgan va ularning faqat yarmi testni muvaffaqiyatli topshirgan. Pobeda aviakompaniyasi 16-dekabrdan Moskvadan Farg'onaga parvozlarni yo'lga qo'yadi. Parvozlar haftada 3 marta, seshanba, payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Ma'lumot o'rnida Pobeda aviakompaniyasi Moskvadan Toshkent va Samarqandga ham parvozlarni yo'lga qo'ygan. Ushbu xabarni Rossiyaga bormoqchi bo'lgan yoki Rossiyadan O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborishni unutmang. So'nggi oylarda Rossiyani tark etib boshqa davlatlarga keta boshlagan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan muhojirlar soni ortib bormoqda. Asosiy sabablar og'ir sharoitlar, ish haqining kamayishi, doimiy tekshiruvlar va deportatsiyadan qo'rqish. Rossiyada qurilish sanoati jiddiy inqirozni boshdan kechirmoqda. 2025-yilga kelib uy-joy qurish uchun ruxsatnomalar soni deyarli 25% ga kamaydi. Qurilish vaziri o'rinbosari Nikita Stashinning bunday past ko'rsatkichlar 2016-yildan beri kuzatilmaganini ta'kidlagan. Ko'pchilik ekspertlarning fikricha, asosiy sabablardan biri ko'p yillar davomida qurilish brigadalarining asosini tashkil etgan migrantlarning ommaviy ravishda chiqib ketishidir. Ekspertlarning fikricha, Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar har doim Rossiyadagi qurilishning asosiy harakatlanuvchi kuchi bo'lib kelgan. Hozir ularning soni kamayib bormoqda. Bu allaqachon butun iqtisodiyotga ta'sir qildi. Ishlar ish haqining pastligi, narxlarning ko'tarilishi va ijara haqining oshishidan shikoyat qiladi. Misol uchun, Moskvada bir vaqtlar 15 ming rubl bo'lgan bir xona hozir 30 ming rubl turadi. Ko'pgina ish beruvchilar ovqat berishni to'xtatdi.
Oziq-ovqat va transport narxlari ko'tarilmoqda. Bularning barchasi odamlarning ketishga majbur qilmoqda. Markaziy Osiyolik muhojirlar hozir qayoqqa ketyapti? Agentliklar ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadan borgan sari ko'proq sobiq ishchilar Bolqonni, xususan Serbiyani tanlamoqda. Sababi oddiy: vizasiz kirish, muhojirlarga iliq munosabat va ishchi kuchiga talab ortib borishi. Serbiya poytaxti Belgradda siz o'zbek yoki qirg'iz tillarida so'zlashayotgan xodimlarni ko'rishingiz mumkin. Halil Quranboyev Serbiyada 1 yildan beri istiqomat qiladi. Bu yerda hamma narsa boshqacha. Siz kvartirani osongina ijaraga olishingiz mumkin. Hech kim faqat slavyanlar uchun demaydi. Odamlar hurmat qiladi. Serbiyadagi o'rtacha ish haqi $1500, eng kami esa $500-600 atrofida. MDHdan kelgan ishchilar har xil miqdorda maosh oladi. Ba'zilari 800 yevro oladi, boshqalari esa qattiq mehnat qilsalar 2000 yevrogacha topishi mumkin. Xullas, Rossiyadan hafsalasi pir bo'lgan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar Bolqonni yashash va ishlash uchun tinchroq, xavfsizroq va ko'proq imkoniyatlari bo'lgan yangi joy deb topishmoqda. Sankt-Peterburg-Andijon muntazam aviaqatnovini yo'lga qo'ydi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi Andijon-Sankt-Peterburg-Andijon yo'nalishi bo'yicha muntazam reyslarni yo'lga qo'ymoqda. Parvozlar haftasiga 2 marta, dushanba va chorshanba kunlari amalga oshiriladi. Pulkovo aeroportidan aviakompaniya shuningdek Toshkent, Samarqand, Buxoro, Namangan va O'zbekistonning boshqa shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshiradi. O'zbekiston migratsiya bo'yicha Rossiyaga takliflar berdi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi bilan uchrashuvda berilgan taklif: Rossiya korxonalarida tashkiliy va qonuniy tartibda ishlash istagida bo'lgan nomzodlar uchun migratsiyagacha bo'lgan jarayonlarni O'zbekiston hududida tashkil qilish, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tish, sertifikat olish. Tomonlar migratsiyadagi muammolarni ikki davlat qonunchiligidan kelib chiqqan holda qaytib ko'rib chiqishga kelishib olishdi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazishni unutmang. Xavfsizlik kengashi yig'ilishida rais o'rinbosari Dmitriy Medvedev migrantlar jamiyatda keskinlikni keltirib chiqarayotgani va ishlash muddati tugagan muhojirlar tezda mamlakatni tark etishlari kerakligi haqida gapirdi. Siyosatchi migrantlarning Rossiyada bo'lishi, ularning mehnat shartnomalari bilan qat'iy tartibga solinishi kerakligini, aks holda migratsiya masalasida dushman kuchlar foydalanishi haqida iddao qilgan. Noqonuniy migratsiya bu sohada faol faoliyat yuritayotgan dushman kuchlar, terroristik va ekstremistik tashkilotlar uchun juda foydali, dedi Medvedev keskin ohangda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham mamlakatning demografiya va yangi migratsiya siyosati haqida gapirib, aholining tabiiy o'sishini ko'paytirish, unga targ'ib qilish haqida gapirgan edi. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta Ruga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi.